Hammalarga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana o'sha Harmonixga bugun F Mobile'ga yangi o'yinchilar keldi. U yerda yangi o'yinchilarda nima debdi? Kim Min-jae, Mats Huesmash, o'sha Stick kelibdi, James kelibdi, qolganlari yana boshqa juda ham ko'plab o'yinchilar kelibdi. 117 men hozir mashinaga draft otib, hozir mana nimalar ko'rasizlar. Mana ular o'yinchilari, sotiladiganlari ham bor. Hammasi sotiladi, sotilmaydi. Xullas shular ketdi do'stlar, taniqli o'yinchilar kelmoqda. Hozirlarga draft otamiz, qani yaxshi o'yinchilarimizni yo'qmi? Ketdi. Birinchi pakda yo'q, yurmadi. 111. Ikkinchi pak yurmadi. Ikkinchi pak ham yurmadi, 114 ta. Uchinchi pak qani ketdi. Obunachilarni qo'li. Nimaga yurmayapti? Men sezonda juda yomon ko'rdim. Hech qachon yurmayapti ham, yurmaydi ham. Nimagadir umuman yurmayapti. Yuradi oxirgisida. Voy, 115 o'yinchi tushadi do'stlar. Koreya, Rebe va mana bu klub 116 Soli Yuenwu degan adreslar shunaqa o'qiladi. Do'stlar, Open Pack ko'rdinglar. G'irt musor tushdi. Endi birdan keyingi haftaga o'tganimizda yaxshiroq o'yinchilar keladi degan umiddaman. Albatta like obunachilardan kutib qolaman. Video yoqqan bo'lsa albatta like obuna bosib qo'yinglar. Hammalarga kattakon rahmat. Like bosmayapsizlar. Yaxshi odamlar ko'ryapti-yu, ko'p 30 ta shunaqa, lekin like oz kelyapti. Like bosinglar jigarlar. Hammalarga kattakon rahmat. Sizlar bilan Harmen bo'ldi. Xayr.